hozir taxminan 1 oy ichida katta ehtimol Navoiy o'zini poliyasiga qaytadi. Termiz qaytdi. Katta ehtimol bilan yil oxirigacha Nukusdagi stadion tayyor bo'ladi. Katta ehtimol bilan may oyi oxirigacha yoki bo'lmasa may oyining o'rtasigacha Xorazmdagi stadion tayyor bo'ladi. Deyarli ancha kelib qoldik. Endi biz o'rtada Buxorodagi stadion buzilib ketishi, Turon musobaqadan chiqib ketishi va shunga o'xshagan narsalar force major, biz bilmasdik bu narsa. Mana endi Xorazm bilan Qoraqalpog'istonni ham sekin-sekin professional futbolga uyg'onib qaytarishga harakat qilyapmiz, lekin ularga aynan iqlimdan kelib chiqib, anaqaga ruxsat berganmiz. Sun'iga. Gibrid bunyodkorga qilindi. Nimaga? Milliy terma jamoa o'ynaydi deyildi o'sha paytda. Mamlakat rahbarlari turishda qancha pul kerak bo'lamiz deb qilishdi. Hazilakam summaga qilinmadi. Hamma stadionlarni o'qodiga agar yiliga 1 milliard ketadigan bo'lsa, bunyodkorligiga 1.6, 1.7 milliard ketadi. Shuning uchun birinchi navbatda klimatimizdan kelib chiqib va qator masalalardan kelib chiqishimiz kerak va eng katta muammo bizada ichimlik suvi muammosi. Gazonga dengiz suvini quya olmaysiz, dengiz o'zi ham yo'q. Yeri ma'lum qatlamdan chiqayotgan suv bizada ham sho'r chiqadi. G'uzorriylik, Muborakkolik, umuman Qashqadaryo tomonlarda, Surxondaryo tomonlarda, Buxoro tomonlarda yana ham janubga tushib borganing sari, cho'lga tushib borganing sari suv muammosi ko'payib boraveradi. Bizani bitta futbolning poliyamizga qancha kubometr suv ketadi deb o'ylaysiz? Bu hazilakam narsa emas. Shuning uchun qiyin bizada gazon masalasida, maydonlar masalasida bunaqa narsaga erishish juda qiyin. Biz Angliyada emasmiz, Ispaniyada emasmiz, arablarda ham issiq-ku deyshadi. Arablar ham dengiz atrofida bunaqa changlanish yo'lida ham. Vlajность baribir bor-da.